Spark'ga вообще Dodo xo'jasiga keldik, okalar. Holati вообще bomba ekan. Qarang, bir tekisda bo'lib turishini. Bitta shu mana shu joyida kraskasi bor ekan, orqa joyida, orqa kalinkasi deydimi, xullas, shu tarafda bir dona kichkinagina pitnosi bor, qolgan joylari top-toza. Rostdan ideal bo'lib turibdi. Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2016-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz halollansa savdoga beriladi. Okalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. To'g'ri, 2 kun oldin $600 bilan qo'yuvdik akalar. 2016 ni ham endi uni probega salkam 400 mingga yaqinlashib qoldi, plus 4 detalli kraskasi bor. Buni ham kam yurgan, ham kraskasi почти toza. Ketdik obzor qilib beraman akalar. Katta motor 2016, faralar yaxshi holatda, 4 ta balon yumshoqdan taqirgan, balon holatlarini qarang bo'lib turishini. Holati to'g'risini aytaman, вообще ideal akalar. O'zim ham mazza qilib obzor qilaman mana shunaqa mashinalar bo'lsa. Obshivkalar yaxshi holatda, mashinamiz birinchi paytda faqat bez konditsioner akalar. Purliklar yaxshi holatda, chexollar yaxshi holatda xullas akalar. O'zini ham qarollari. Xo'p, 135 ming kilometr yurgan akalar. Mashinamiz mexanika, faqat bez konditsioner, tepada video registrator, yaxshi mejigar pultlari bor, tarpetgan ustiga yaxshi chexollar, xullas hamma narsasi bor, tayyor holatda. Bitta mashinada kichkinagina pitnosi bor ekan. Orqasida eng alamisi 4-paketli gazlargacha bor. Mashina faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlarga beriladi. Orqalarini ham qarang, bir tekisda bo'lib turishini. Вообще zo'r holatda. Rostdan aytaman. Boshlang'ich $1000 bilan menimcha juda zo'r. Bozorda kamida 1,5-2 ming olishadi mana shunaqa mashinalarga. Oylik to'lovlari keladigan bo'lsa, shuni Telegram kanalimizga kirsanglar, batafsil 3 xil variant qilib yozib qoldirdik akalar. Qaysi biri ma'qul kelsa, o'shani olib bosib oladigan joy akalar. Xullas, Telegram nomerlarni qoldirdim, srochniy aloqaga chiqib baraka qilinglar.